Asallar uxlamas ekan. Qiziq mavzulardan bittasi. Biz ko'chada ko'radigan o'sha gullardan nektar oladi-ku. O'sha nektar oladigan barcha asalarilar ayol jinsida ekan. Erkaklar ishlamas ekan asallarni, ayollar ishlar ekan faqat. Erkaklar faqat o'sha inda yotar ekan, ular faqat shu qo'shilish uchun kerak ekan. Ayol asalarilar gullardan nektar yig'adi, asal tayyorlaydi, umrini shu narsaga bag'ishlaydi, ya'ni to'xtamasdan mehnat qiladi, uxlamas ekan ham hatto. Bitta asalari umri davomida 5 milligram asal yig'ar ekan. Biz bitta o'tirganda necha qoshiq asal yeb qo'yamiz. Shuni tafakkur qilmaymizki, bu narsani ustida qancha maxluqotlar xizmat qilganini. Biz u maxluqotlarga rahmatimiz nima deydi o'zi? Ular nima qildi desak, yaralishidan bo'lgan maqsadni amalga oshirishdi. Shu bilan mashg'ul bo'lishdi. Ularga Robbisi shu narsaga hidoyat qildi, shu narsaga buyurib qo'ydi. Ular shu narsa bilan mashg'ul bo'ldi. Ya'ni insoniyat uchun xizmat qilib o'tib ketdi.